Olcha va tvorogli midaga tegmaydigan juda ham mazali pirog tayyorlaymiz. Issiq choy va kofelar bilan shunaqangi zo'r ketadi. Un bilan margarinni urvoq qilib, bir qismini olib qo'yamiz. 1 choy qoshiq qabartma solib aralashtiramiz. 100 g qaymoq yoki smetana, 2 dona tuxum sarig'i, 100 g shakar solib xamirimizni 2 soat xolodilnikda tindiramiz. Nachinkasi uchun 1 kosa olcha, ozgina olma, 100 g shakar, 2 osh qoshiq jo'xori kraxmaldan solib, birroq qaynatib olamiz. Olcham kamligi uchun olmadan ham foydalandim. Juda ham mazali bo'ladi. Tvorogli nachinka uchun 500 g tvorog, yarim limon, 2 dona tuxum oqi va shakar solib aralashtirib tayyorlab olamiz. Tingan xamirimizning katta qismini qolpimizni yog'lab, yoyib chiqamiz. Sanchiqi bilan sanchib, avval tvorogli nachinkamizni, ustidan esa olchali nachinkamizni solib tekislab chiqamiz. Ikkinchi kichkina xamirimizni tasma ko'rinishida kesib olib, ustiga chiroyli qilib taxlab chiqamiz. Ustiga tuxum surtib, boshida olib qo'ygan urvog'imizdan ustida sepib, pastroq olovda 1 soat davomida pishirib olamiz. Bu orada yomon bo'lib ketgan oshxona sochig'imni Aqua Magic kislorod очиститель yordamida dog'larini ketkazib, tozalab oldim. Tarkibida xlor yo'q, farzandinglarning kiyimini ham bemalol oqartirib tozalab olsangiz bo'ladi. Barcha murakkab dog'larni ketkazadi. Ishlashdan oldin orqasida yo'riqnomasini albatta o'qib chiqing. Pirogimni albatta tayyorlab, menga obuna bo'lishni unutmang.